2025-yil 17-sentyabr sanasiga Turetskiy nektarin shaftolilar. Mana bu tomonlarni olib ko'rsating. Terilib eksport jarayoniga ketyapti do'stlar. Hozirgi kunda sotilayotgan narxi 25 ming so'm bo'lyapti. Gektaridan 60 tonnadan oshiq meva beradi. Xudo xolasa, kuzgi mavsum uchun buni ko'chatlarga yashirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun pastga nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar, kuzatib boringlar. Bu o'zimizni Oltiariq bozoriga ketyapti mana 25 ming so'mdan. Mevasiga baho berasizlar mana. Mazasi juda ham shirin. Kuzatishni davom etasizlar do'stlar. Like, podpiskani ayamaymiz. Do'stlar mana bir qatorli yashiqqa terilyapti. Ko'rishlaring mumkin. O'zimizni eski loyiha 2 bo'ladi. Bir qatorli yashiq buni o'zi hozir yuk olayotganlar hammasi bilishadi. Bir qatorli degandan keyin bu qanaqa sifatli mevaligini o'zlari bilib olishadi. Do'stlar, buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yashirib qo'yganmiz. 2025-yil 17-sentyabr sanasiga gektaridan 60 tonna beradigan shaftoli navi. Yaqinroqdan olib ko'rsating. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bu loyiha 2 hisoblanadi. Juda ham kalibri yirik. Ko'rishlaring mumkin. Kalibri juda ham yirik. Mazasi juda ham shirin. Kechki shaftolilardan boqilishga maslahat beraman, chunki hamma ertak shaftolilardan boqilishga o'tib ketdi. Bu yerda juda ham yuqori natija beryapti mana. Ba'zilarining kalibri mana mushdan katta, mushtdek bo'lib ketgan. Like ta ayamaymiz, podpiska bo'lib qo'yamiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etasiz do'stlar. Shaftolilarga baho beringlar.